BMW yoki Mercedes asrlar davomida avtomobil ishqibozlari orasida bahs-munozaralarga sabab bo'layotgan mavzu. Assalomu alaykum barchaga. Sotuvda bugun BMW X6 hamda Mercedes-Benz GLE avtomobillari. Bu ikkala avtomobil bir-biriga to'g'ridan-to'g'ri raqobatchi hisoblanadi. Bularning texnik ko'rsatkichlari ham bir-biriga yaqin bo'lgan avtomobillar hisoblanadi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz avtomobillarning holati hamda narxini ham albatta aytib o'tamiz. Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC avtomobili hamda BMW X6 X-Drive avtomobillari ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib Mercedes-Benzdan boshlaymiz. Old ko'rinishiga ahamiyat berasiz, juda ham chiroyli. Ikkala avtomobil ham 2015-yilda ishlab chiqarilgan, yili ham bir va bu ikkala model ham bir-biriga to'g'ridan-to'g'ri raqobatchi hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda chiroqlar LED Intelligent Light System yozilgan ekan. Parktronik sensorlar, kamera 360 old qismga javob beradigan blokki va yon qismdan avtomobilning ko'rinishi. Kuzov shakli juda ham chiroyli. X6 bilan deyarli bir xil bo'lgan kuzov shaklida ishlangan avtomobil. Shuning uchun ham to'g'ridan-to'g'ri raqobatchi hisoblanadi. Michelin shinalar taqilgan avtomobilga razmerlariga keladigan bo'lsak 275 ga 45 R21. Bu yerda qarang, tormoz disklari ham ventilyatsiyali qilingan, juda ham yaxshi. Undan tashqari esa chiqishda qiyinchilik yuzaga kelmasligi uchun zinalar avtomobilning o'zida mavjud. Kaltsiz kirish funksiyasi, slipvoy zonalari bor va eshiklarimizda o'zi tortib olish funksiyasi ham albatta bor. Orqadan ko'rinishi juda ham chiroyli avtomobil. Shaxsan Mercedes modellarini ichida mana shunisi ko'proq yoqadi. Xuddi sedanga o'xshaydi, lekin o'zi aslida crossover bo'lgan avtomobil. Ko'rishingiz mumkin. Faralari, hamma narsasi chiroyli bo'lgan avtomobil. Yukxonasini ochamiz. Deyarli 450-500 litr sig'imga ega bo'lgan yukxona. Elektron ochilinadi, elektron tarzda yopiladi. Juda ham chiroyli avtomobil. Qora rangda, kraskalari top-toza, 2015-yilda ishlab chiqarilgan. BMW X6 avtomobili old ko'rinishi, BMW ga xos bo'lgan dizayn, radiator panjaralari, hattoki chiroqlari ham ikkitali qilib BMWni hamma modellariga o'xshash qilib ishlangan avtomobil. 360 gradus kameramiz bor, parktronik sensorlari avtomobilda mavjud. Yon tomondan to'liq ko'rinishini ham ko'rsatib o'tamiz sizga. Ko'ryapsizki, aynan Mercedes-Benz GLE avtomobiliga kuzov shakli to'g'ridan-to'g'ri o'xshash, shuning uchun ham bular raqobatchi hisoblanadi. Bunda ham Michelin shinalar taqilgan avtomobilda 255 ga 50 R19 razmerda ekan. Buni shinalari kichikroq ekan, lekin bunda pnevma podveska bor. Avtomobilning klirensini o'zgartirmaydi, faqatgina yurishida yumshoq yoki qattiqroq yurishini ta'minlab beradi. Bu yerda esa M yozuvlarini ko'rishimiz mumkin. Avtomobil M paketda, lekin M Competition emas. Mana bu yerda kichkinagina miyatinasi bor, ko'rayotgan bo'lishingiz kerak. Yon ko'zgularda avtomobilning orqadan avtomobilga esa ogohlantirish funksiyalari bor. Eshiklarda kaltsiz kirish hamda o'zi tortib olish funksiyasi ham albatta mavjud avtomobilda. Orqa tomondan ko'rinishi juda ham chiroyli avtomobil, haqiqiy jiddiy. Ko'ryapsiz bu yerda sport avtomobillariga xos bo'lgan ko'rinish, vixlib difuzorlari ham juda ham katta-katta qilib ishlangan bu avtomobilimizda. Ko'rishingiz mumkin, ikkalasi ham funksional. Bundan tashqari esa yukxonaning ustida kichkinagina karbondan, kichkina emas, endi bejirimgina spoiler ham qo'yib ketilgan. Yukxonasi elektron ochilishi kerak edi, shu yerda ozgina muammosi bor ekan. Aytib o'tish kerak, yukxonasi ochilishini bitta ko'rsatib olasiz agar xarid qilsangiz. 450 litr yaqin litr sig'imga ega bo'lgan yukxona. Bu yerdan esa mana elektron yopilishida ozgina muammosi bor ekan avtomobilimizni shu. Lekin ko'rinishi juda ham chiroyli bo'lgan avtomobil. Bu ham 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Mercedes-Benz GLE 450 avtomobili ko'rishingiz mumkin. Eshiklari, obshivkalari juda ham yaxshi holatda saqlangan. Bu yerda qora charmlardan foydalanib o'tilgan avtomobilimizda hammasini sifati o'z holatida, unaqangi yomon bo'lib ketmagan. Ichki salon ham to'liqligicha qora charmdan ishlov berilgan. O'rindiqlarga ham ahamiyat bering. Sport o'rindiqlari avtomobilda ishlatib o'tilgan bu yerda. Mana bu yerda touch screen bor, bilasiz, bu multimediani boshqarish uchun javob beradi avtomobilda. Undan tashqari esa hozir yana o't oldirib, sizga qancha masofa bosib o'tganini ham real ko'rsatib o'tamiz. Avtomobil 74.471 kilometr masofa bosib o'tgan. Bu yerda multimediani boshqarasiz. Mana bu yerda tugmalar orqali ham boshqarishingiz mumkin. Bu yerda esa climate control funksiyasini boshqarishingiz mumkin. Avtomobilning panoramasiga ham ahamiyat bering, lyukiga. Juda ham katta va bu ochilish funksiyasiga ham ega. Ko'ryapsizmi? Keyin sizga men BMWnikini ham ko'rsataman. BMWniki nisbatan kichikroq bo'lgan lyuk qo'yilgan. O'rindiqda xotiralar mavjud. Bu yoqdagi o'rindiqda ham xuddi shunaqangi xotiralar bor. Hattoki avtomobilni bosh suyanchini ham elektron tarzda boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Orqa tomon ko'rinishi, orqa ham deyarli yarim to'laqonli desak bo'ladi, sport o'rindiqlari. Ya'ni mana bu yerda
burchaklarida sizni ushlab turish uchun bokovoy поддержка deydi, shunaqa narsalar ham bor. Undan tashqari esa orqa tomon uchun iqlimni nazorat qilish bloki. Endi kichkinagina bu faqatgina yoqib o'chirish va o'rindiqlarni isitish funksiyasini, yoqib o'chirish funksiyasini bajaradi. Mana bu esa boya aytib o'tganimiz panorama tom, to'laqonli ochilmagan, yarmigacha ochib to'xtatib qo'ydik avtomobilni. Juda ham yaxshi saqlangan, sifatiga gap bo'lishi mumkin emas avtomobilni. Endi esa sizga BMW X6 ni ham ko'rsatamiz. BMW X6 avtomobili ko'rishingiz mumkin, ichki qismida jigarrang charmlardan ham foydalanilgan, qora bilan kombinatsiya qilingan bu yerda. Markaziy qulfimiz, o'rindiq esa mana ko'rishingiz mumkin. Bunda ham xuddi shunaqangi sport o'rindiqlari avtomobilda. Buni ham bosh suyanchiqlarini ham elektron boshqarishimiz mumkin. To'liq elektron boshqaruv, undan tashqari esa xotiralar ham xuddi shu yerda joylashtirib o'tilgan. Avtomobilning ruli ham elektron tarzda boshqariladi. Mercedesda ham xuddi shunaqa edi. Unda ko'rsatish esimdan chiqibdi va mana bu yerdagini ko'rsatmoqchiman. Harman Kardon. Mercedes-Benz GLE da ham, BMW X6 da ham xuddi shunaqangi bir xil akustikadan foydalanib o'tilgan. Bu yerdan aynan iqlimni nazorat qilasiz. Bu yerdan esa multimediani boshqarishingiz mumkin. Yana sensor yordamida ham multimediani boshqara olasiz. Avtomobilni o't oldiramiz. Va siz bu yerda ko'rishingiz mumkinki, to'liqligicha avtomobil 47992 km masofani bosib o'tgan. Rul ham multimedia rul hisoblanadi. Endi esa lyukni ochamiz. Ko'ryapsizmi? Bu yerda farq bor. Ya'ni Mercedesnikiga nisbatan bu yerda kichikroq lyuk qoldirib o'tilgan avtomobilda. Endi esa orqa qatorni ham ko'rsatib o'tamiz sizga. Orqa qatorda ham o'rindiqlar yaxshi joylashtirilgan. Bemalol qulay foydalanib ketishingiz mumkin. Bu yerda esa ko'ryapmizki, Mercedesnikiga qaraganda ko'proq funksiyalarni boshqarishingiz mumkin bo'ladi iqlimni nazorat qilishda. Bu avtomobilimizda ham orqa o'rindiqda faqatgina isitish funksiyasi bor. Old o'rindiqda esa ikkala avtomobilimizda ham isitish va sovutish funksiyalari mavjud. Lyuki qanchalik katta deganingizda ko'rsatmoqchiman mana. Buni lyuk ichkari tomonga ochiladi, nisbatan kichikroq. Mana bu yerda esa Mercedes-Benz GLE avtomobilimizni lyukini ko'rishingiz mumkin. Mana shuni o'zdan ham bilib turishingiz mumkinki, qanchalik bunda lyuk kattaroq ochilishini. Endi esa sizga oxirgi nuqtani, ya'ni avtomobillarning texnik xususiyatlarini aytib o'tamiz. Birinchi bo'lib endi BMW X6 avtomobilidan boshlaymiz. Bu yerda 3 litrlik turbina dvigatel o'rnatilgan. Bu dvigatelimiz avtomobilga 306 ta ot kuchini beradi. Uzatmalar qutisi esa 8 pog'onali. Avtomobilimiz maksimal tezligi 250 km/soatni tashkil qiladi. 0 dan 100 gacha esa 604 soniyada qo'zg'aladi. To'rtala g'ildirak ham avtomobilni olg'a yetaklovchi hisoblanadi. Yoqilg'i sarfi esa shahar ichida 15-18 litrni tashkil qiladi. Endi Mercedes-Benz GLE 450 avtomobiliga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu avtomobilimizda ham 3 litrlik turbina dvigatel o'rnatilgan, lekin BMW ga farqli ravishda bunda 367 ta ot kuchi, 0 dan 100 gacha esa 504 soniyada qo'zg'aladi. Maksimal tezligi 260 km/soatni tashkil qiladi bu avtomobilimizda. Uzatmalar qutisi ham bittaga ko'p pog'onasi, bunda 9 pog'onali uzatmalar qutisi o'rnatilgan. Yoqilg'i sarfi bunda ham xuddi shunaqangi, ya'ni shahar sharoitida haydaganingizda 15-18 litrni tashkil qiladi. Avtomobillarni sizga ko'rsatib o'tdim. Ikkala avtomobil ham 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Top toza avtomobillar, hech qanaqangi kraskalari, sepilgan yoki urilgan joylari yo'q. Bosib o'tgan masofasini ham ko'rsatdim. Endi esa narxlarni aytib o'tadigan bo'lsak, Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC avtomobilimiz 51 ming yaxshi dollar deb baholangan. Pastda raqamlarni qoldiraman, aloqaga chiqib, yana narxida savdolashib xarid qilishingiz mumkin. Bu tomonda esa BMW X6 avtomobilimiz, bu avtomobilimiz 49 ming AQSh dollari deb baholangan. Buni ham yana pastda raqam qoldiraman. Aloqaga chiqib savdolashib xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Avtomobillar yoqqan bo'lsa, videoga like bosib ketishni esdan chiqarmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.